Zinchin, Dada, ko'ryapsanmi? Bularni hammasini katta nevaram uchun sotib oldim. shunchalik ko'pmi? Bu nimasi? Buni ko'p deb o'ylaysanmi? Tepada joy qolmadi. Qayerga taxlashni bilmayapman. Ko'chada yana bir nechta mashina bor. Katta nevaramni o'yinchoqlarini saqlash uchun qo'shni dala hovlini ham sotib oldim. Bundan tashqari bu yerga o'yin maydoni ham quraman. O'g'limni kichkinaligidan hech qachon ko'ngildoshar bog'i bo'lmagan. Yosh xo'jayinning esa o'z bog'i bo'ladi. Qanday qilib odamlar o'rtasida farq bunchalik katta bo'lishi mumkin? Bolani bunchalik erkalay olmaysiz. Uni buzib qo'yasiz. Safsata, u meni to'ng'ich nevaram. Agar men bo'lmasam, unda kim uni erkalaydi? Senga mana nima deyman, katta nevaram qaytganidan keyin menga hammadan yaqinroq bo'ladi. O'g'il meniki. Qanday qilib sizga mendan ko'ra yaqinroq bo'lishi mumkin? Yordamchiyi, siz uchun topshirig'im bor. Janob, noto'g'ri tushundingiz. Men tanamni emas, san'atimni sotaman. Yordamchiyi, o'zingizni haddan tashqari yuqori baholayapsiz. Agar tanani sotib olganimda ham sizdagini sotib ola olmasdim. Barcha bolalar kiyimi do'konlari diqqatiga. Janob Lu, yosh xo'jayin uchun kiyim sotib olgani keldi. Hamma o'sha yerga. Janob Lu, bu savdo markazidagi 6 yosh bolaga mos keladigan eng yangi kiyimlar. Yo xudoyim, nima balo ular savdo markazidagi butun kiyimlarni olib kelishdimi? Yordamchiyi, Ha, bolalar uchun nima ko'proq mos keladi? 6 yoshlik bolalar juda ham faol bo'lishadi, tez terlashadi, toza paxta qulayroq bo'ladi. Bolasiga munosabati yaxshi ekan. Yosh xo'jayin juda ham baxtli bo'lsa kerak. Qiziq, Seobao'ning otasi ham bolalar bilan shunchalik sabrlimikan?